Gelikka qarab turib o't yulish biram maza bo'lsa kerak. O'zi ham o'lguncha Ronaldoni qarab o'taman. O'zbekiston bitta gol urganda oyim bilan maza qilib gelikda aylanib kelmoqchi edim. Ikkita gol urganda Polni Oqtoshga borib dam olib kelish. 3ta gol urganda-yu vobshe yutganda shu gelik maniki bo'lish kerak edi. Xo'jayin bilan har holda shunaqa Shu yoshimgacha futbolga umuman qiziqmaganman. Dodam bizning uyga mehmonga kelib futbol kanaliga olaring, birga sportga qo'ylaring desa shunday insa o qayolida aylanib kelar. Lekin kecha futbolni manchalik kutgan odam yo'q. Gelik bilan qara, gelik bilan bo'ldi televizorga o'zi ham 5 ta gol urgandan keyin boru kimnidir urib yuborgim kelib ketdi. Bir kun oldin Husanovga iltimos qilgan edim. Sanda gelik bor, men ham orzu qildim. Shu uydagi gelikka men haydab yuboray deb. Lekin gelik haydamagan bo'lsam, Ronaldoni yiqitib kelganiga xursandman. O'zi ich-pichlarim yonib turibdi, lekin shunda ham kunni issig'ida jahlda qo'lidagi hamma o'tlarni chala-chulpa bo'lsa ham yulib tashladi. Suvda maza qilib o't yulganimizdan keyin albatta Faiz biznesda Fine Gold muzqaymoqlarini yeb muzlab olamiz. Fine Gold muzqaymoqlarini originalligini pechatidan ajratib olsangiz bo'ladi. O'zi ham shunaqa mazali, me'daga tegmaydigan ham barakali. Faiz biznesda muzqaymoqlarning xil turlari juda ham ko'p, har bittasi o'zgacha. Lekin aniq javob beraman, 100% Fine Goldda original marujnikidan bitta olib yeb ko'ring, точно sizga yoqib qolib qayta olib yeysiz. Bitta men yonmayapman uyda, qaynatam, qaynukalarim, xo'jayinim ham bor deb muzqaymoqdan hammaga tarqatib chiqdim. Agar sizlar ham olmoqchi bo'lsanglar yoki magaziningizda bo'lib dillerlik qilmoqchi bo'lsanglar, proflarini qoldirib o'taman. Hovliga keladigan bo'lsangiz, o'tda ham muzdekkini qilib, muzlatib tozalab qo'ydim.